Jubaji nimishqa oxirida fozlu bulanmaydi. Nimishqa budda bulanmaydi. G'arb sayohat nomli asarga qarasak, bu Tang Song Sonukun qatorliq bu tönдөй g'arbga nomakil safar tamamlab, 81 mushkulotni tamamlab, eng oxirida Guldirmavi ibodatxonasida Amitabh Buddani tashqi kelgandan keyin bularni mukofotlaydi endi. Tang Songni qayta to'ralgan jinchuanzi, ya'ni Gongdi Fo bo'ladi. En aldı bilen Tansong Fozu oldu. Onun keyinden Sun Wukong'ni Doujian Shengfu yengilmez Budda kılıdı. Sun Wukong'mu Fozu oldu. Hem de bu ikisi Budda okudu, bırak Shasong bilen Jubaji Buddhist bulanmaydı. Nimiş bunda kılıp kaldı. Hem de Jubaji bilen Shasong'u seliştirsak, Jubaji bu etretke Shasong'dan xil burun kirgen. Değil mi? Hem de bu seferde uçurgan müşkülatlarga bu alvasılık karsak, Sun Wukong'dan karsak Jubaji her kıtım ten vardı. Her kıtım alvasını yoktırganға, G'arning og'zini buzdiganga Sun Wukong'ga yordamchi har qitim tang bordi. Agar yig'ilib qolsin, tutilib qolsin, chiqib har qitim yerda ajr qiladi. Undan keyin suv osti alvaslarning qashqa kelgan vaqtida qarasak, Jubaji bosh bo'lib, Shasongni birga olib borib jang qiladi va yoki yolg'iz berib jang qiladi. Demak, endi umum safarga qarasak, endi Jubajininki qo'saq amroq, uxlug'il amroq, Wurun, endi bu taraflarni o'ylashmagan ahvol ostida buningki qilgan ajri Sun Wukongda asosan qilishmaydi. Sun Wukongdan qasdan boshqa ajri ko'p. Endi Wurun, qo'saq amroq, qizdo'kan amroq bu kishining qarshisida qanachlarmi? Hammamiz rahat qilmoq amroq, hammamiz shuning amroq, normal ish, buni bak cho'ng kamchilik deb tutib olishning hojati yo'q. Endi Shasong sizlar alvasda usma deb chiqib turdi. Sizlar yuktakni baqidi. Buning Jubaji qaraganda jiqto'pisi yo'q. Unda bo'lsa nima uchun Jubajiga bu yerda zot fozillikni bermaydi deganda Jubajining o'tkazib qo'ygan bir cho'ng gunohi bor. Nima? Chang'uga chaqchaq qilib qo'ygan. Fikr asarga qarasak, Jubaji Chang'uga 2 qatim poxurlik qildi, 2 qatim chaqchaq qildi. Birinchi qatim o'zi Arish ordusi vaqtida sarlashgan vaqtida Chang'uga chaqchaq qilib o'lib ketdi, tas qildi. Yurun sultonning noit ochchiq kelib, buni o'ldirmoqchi bo'lganda Taybay Jinshin buning jelini tilib oldi. Shuning bilan zaminga cho'shiq suratga aylanib tushib ketdi. Ikkinchi qatim yana bu to'ymaydi. Eliq ish to'xiydigan qo'yni o'lgich o'zgartmaydi degandek va yoki akish degan o'lib turgan vaqtidan chiroyli bir qarab o'ldi degandek Jubajiga naq tushibdi mana shu. Bulayliq Yutujing Shalivo vago naq shu Shalivoning tashqi kelgan vaqtning o'zida qarsang Sun Wukong bu to'shqanjini qo'qib qochiryapti, o'ltirib tas qoldi. To'shqan bo'lgan kishi qochib ketdi. Ham bu ham Tansong bilan to'y qilib tas qoldi texmishada. Işte bu vaqtning o'zida Sun Wukong Chang'o parizatni boshlab keldi. Bu Chang'oning to'shqini bo'lgandan keyin shuni bilan bu yerga Chang'o bu to'shqinni akitdi. Naq shu vaqtning o'zida Jubaji yana o'zini tutolmay, non akli safar jarayonida yana bir qatim shu Lingshanning ostida vatqa ish qo'ymavi. Yana bir qatim yana Chang'oga chaqchaq qilib qo'ydi. Shunaqa chiqib Chang'o parizat yoqdingizmi? Hem chiroyli shingan bo'lib ketibsiz. U bu deb sho'lgaylarni eqtib, bu yana chaqchaq qildi. Shuni bilan bu ochiq chiqib ketdi. Shuni bilan ma xuyima ikkinchi qatim yana ko'rilganligi uchun Amitabh Buddha bunga fozillikni bermaydi. Endi nurg'unlar mishatki Jubaji nomakil safar oyoqlashgandan keyin nima uchun buning chiroyi asli kelmaydi degan naq bo'sh gap. Chunki bu eng dastlab buning bu berilgan jazoni kim jazo bergan? Yurun sulton bo'lgan Sanjirninki podshohi. Bu bergan jazoni Amitabh yo'q qilolmaydi. Yo'q qilib ehtimolligimi bati ma'lum ko'pisi bor deb. Lekin Jubaji o'zining puti o'zi palti chepib, gunani ikkinchi qatim sodir qildi. Sen erishdi boshqa gunoh tutsang mayli, lekin Chang'o chaqchaq qilganlikning o'zi eng chong gunoh Yurun sultonga nisbatan. Tushundinglarmi ma'ni? Shuning uchun birinchi qatim chaqchaq qilganni tushirayotgan bo'pti deb qilsam safarda yana izzat atma ikkinchi qatim qilgan keyin bu chaqchaqni Yurun sultonning tehim achchiq keldi. Shuningla Amitabh Buddhaning tang achchiq kelib, Jubajining chiroyini maslik keltirmadi. Buni Buddhami qilmadi. Shulaylik Jinten Shoujo degan nomni berib qo'ydi. Biraylik parishtat bir nomni berib qo'ydi buningga. Balkim mush qatim nomakli safar jarayonida Jubaji Chang'oga qarabmi qo'ymagan bo'lsa, kelsan kelmamsa deb dummisini tura olgan bo'lsa, Jubaji fozu bo'lishi, buning chiroyi asli kelishi tamamen mumkindir. Shunga erlar ziyon tortmaydi desanglar, hissiyot jihatda qattiqroq bo'lishni o'rganinglar. Hissiyot jihatda rahimsizroq bo'lishni o'rganinglar. Bulutni mushundaq o'z vaqtida sizni ko'zga ilmagan, yaratmagan, ahmoq qilgan, hissiyotingizda o'ynashgan qizlarga nisbatan qattiqroq rahimsizroq bo'lishni o'rganinglar. Planda ondan sonra mazmunni davomli qiziqilgan do'stlar, meni go'njo qo'yishni o'yinib qolmanglar. Keyingi davomli paranglashimiz. Hashtag Jubojenda davomli xushvorliklarga javob bermay. Rahmat.